Barcha xalq va elatlarda bo'lgani kabi Surxon vohasi ahlining ham yillar, asrlar davomida avlodlar sinovidan o'tib, sayqal topib, yanada boyib borayotgan o'ziga xos milliy an'ana va qadriyatlari mavjud. Donishmand xalqimiz uni asrab-avaylab, yanada sayqal berib, kelgusi avlodlarga yetkazib kelmoqda. Hozirgi lavhamizda bahor kelishi munosabati bilan ayni yo'nalishda Bandixon tumanida olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritiladi. Yoshlar qalbiga milliy urf-odat va an'analarimizni chuqur singdirish va ularni san'atga oshno etish maqsadida Surxon vohasining kenja tumani bo'lgan Bandixonda ham qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, hududda faoliyat ko'rsatayotgan 9-son madaniyat markazida qator to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, ularda tajribali ustozlar yoshlarga soha sirlaridan saboq berib kelishyapti. Marvarid bolalar namlari jamoamiz mana ko'p yillardan beri jaj o'quvchilar bilan shug'ullanib, ya'ni aynan yo'qolib borayotgan an'anaviy udumlarimiz haqida bolalarga tushuncha berib, milliy liboslarimiz, momolarimiz, bobolarimiz qanday ishlar bilan shug'ullanishi, qanday hunarmandliklar bilan shug'ullanishgan, bularni biz bolalar bilan qo'shiq qilib, bularni davralarda jonli tarzda ham ijro etishib, ko'pgina tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqdamiz. Mana hozir yaqinda bo'lib o'tadigan viloyat Navro'z bayrami, bundan tashqari tumanimiz Navro'z bayramiga ham bolalarimizni qizg'in tayyorgarlik ko'rib, belbog'imiz baylab, yaxshigina xizmat qilish uchun o'quvchilarimizni har doimo birgalikda hamnafas bo'lib harakat qilmoqdamiz. Muxtasar aytganda, har bir millatning o'z madaniyati, urf-odati bor. Qadim qadriyatlarimiz, ko'p asrlik odatlarimizning avloddan avlodga bus-butun yetib kelishi zamirida esa mana shunday san'at fidoyilarining ko'p yillik zahmati mujassam. Bu kabi sa'y harakatlardan ko'zlangan maqsad esa yagona. U ham bo'lsa, milliy qadriyat, urf-odat va an'analarimizni asrab-avaylash, uni keng targ'ib etish hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat.